Menga berasiz bu ishni. Men qilaman. Jalol aka o'tgan safar Sardor shogirdiz bilan Vali shogirdiz qilgandi. Endi bu safar men qilaman bu ishni. Yo menga ishonmayapsizmi? Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari. Xudo xolasa shu mashinchamizni shu shogirdimizga bersak qila oladimi yo'qmi? Hozir yana bitta yangi shogirdlarimiz kelgan. Mashinani to'liq obzorini keyin qilib beramiz. Shogirdlar bilan tanishtirib o'tamiz. Bu shogirdimiz Samarqand viloyatidan kelgan, o'zimizdan shu yaqin atrofdan. Siz qayerdan? Oqtosh. Oqtoshdan kelgan. Mana Oqtosh yana qayerga qaraydi u? Samarqand, Mirbozorga qaraydi. Xo'p, sizniki? Andijondan. Siznikichi? Karkidan, ya'ni Mag'iz bozor desa bo'ladi. Samarqanddan, Andijondan, Samarqanddan. Uchta Samarqanddan shogirdimiz kelgan. Hozir mana maktab o'quvchilari, ballari. Nechinchi yilsiz? 2013. Siz? 2010-yil 3 ta bola mana shogird kelgan, yana maktab tugagan. Xudo xolasa dadalari bizga ishonib tashab ketgan. Shu bolalarni ham Xudo xolasa nasib qilsa inshaalloh ustoq qilib chiqarib beramiz. Mashina obzoriga qaytadigan bo'lsak, mashinchamizni ko'ryapsiz, shu holatda kelgan, mana shu holatda shu bolalarimiz polni yechintirib, mashinani ramaga teramiz. Egasini puli ozroq kamroq ekan, shu mashinani chiroyli qilib radnoydek holatga chiqarib bering deyapti. Mana shu kapotimizni uchasini pitnocha qilib, kirlo eshiklarini o'ziga qo'yib, chiroyli qilib obzor qilib beramiz. Xudo xolasa bizni kuzatib boring. Siz Jalol avtoservis kanalini kuzatyapsiz. Bizning manzilda juda ko'pchilik so'raydi. Samarqand viloyati Oqdaryo tumani. O'zbekiston bo'ylab qattiq urilgan DTP bo'lgan, yonib ketgan mashinalar olamiz, sotamiz. Topilgan $100 hadyamiz bor. Bu mashinamiz salonlarini ham ko'rsatamiz. Salonlar idealni har doimgidek ayrobaklarimiz o'tmagan. Shu mashinamizni shu shogirdlarga beramiz. Hammaga rahmat. Bizni kuzatib boring. Istoriyada qo'yib boramiz.